Bir daqiqa. Bugungi sonimiz O'zbekiston Olimpiya terma jamoasining qorli kechadagi qahramonligiga bag'ishlanadi. 2018-yilgi U23 Osiyo chempionati o'zbek futboli tarixida eng unutilmas sahifalardan biri. Ravshan Haydarov boshqaruvidagi jamoamiz dastlab Qatarga imkoniyatni boy berdi. Keyingi o'yinlarda g'alaba qozonib, chorak finalga yo'l oldi. U yerda Yaponiya 4-0, yarim finalda esa Koreya 4-1 hisobida mag'lub etildi. Finalda esa raqib Vyetnam. 2018-yil 27-yanvar Changzhou Olimpiya stadioni qalin qor sababli uchrashuvni oq libosda boshlagan vakillarimiz ikkinchi bo'lim va ekstra taymlarda ko'k liboslarda harakat qildi. Birinchi bo'lim 1-1 hisobida yakunlandi. Shundan so'ng o'yin yakuniga qadar hisob o'zgarmadi. Biroq 120-daqiqada bosh murabbiy Andrey Sidorovni jangga tashladi. Burchak zarbasidan uzatilgan to'pni ilk teginishdayoq aynan Sidorov raqib darvozasiga joylab qo'ydi. Tamom. Bu gol qorli maydonni yondirib yubordi. O'zbekiston U23 terma jamoasi Osiyo chempionligini qo'lga kiritdi. Bu natija Olimpiya terma jamoamiz uchun ilk va hozircha yagona chempionlik sanaladi. Shu tariqa Changzhoudagi o'sha qorli kecha o'zbek futbolining eng iliq xotiralaridan biriga aylandi. Bu tarix bizniki. Bu kecha unutilmaydi.